Alo, eshitaman janob mer. Tez yonimga yetib kel, senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Doimgidek kelsang aytaman. Borgunimcha aytsangiz bo'ladi. Mayli, boraman hozir. Nima olib borsam ekan janob mer yoniga ish bo'lsa, bir normalli ish bo'lsa ekan, kerakli narsa olib borsam, yo'qda bittasi mashinasini tashib ketibdi, bilmayman qo'shnimmi yo o'zimni mashinammi, yo'q, o'zimni bunaqa mashinam bo'lmasa kerak. Xo'p, barcha assalomu alaykum. Sizlar bilan akalar yana Jo'xava kanaliga obuna bo'lib tashlaylar. Sizlarga zo'r videolarni olishga tayyor turibman. Xotinim ham bilasizlar, qishloqqa kelgan. Assalom brat janob, yaxshimisiz mer? Sen so'zlarni nima joyini chalkashtirib almashtirib tashlayapsanmi? Shunchaki endi sizni chalg'itmoqchi bo'ldim-da. Meni chalg'ita olmaysan. Qaroqchi qishlog'imizda yangi ishxona ochilibdi, ya'ni nima edi? Dastavkalarni yetkazib berish, yuk tashish degani, KAMAZ haydash qisqasi. Xo'sh. O'shanga sen ishlamaysanmi demoqchi edim. Zo'r ishlayapti hamma. Bo'pti, hozir borib ko'raman. Kakras menga o'zi bitta ish kerak edi akalar. Qayoqda ochilibdi ekana? Hozir ochilgan joyni birinchi o'rinda aniqlashtirib olish kerak. Keyin esa o'sha joyga ishga qabul qilishsa ishga kiraman. Ata unga prava so'rasa kerak. Uyimdan pravani olib olishim kerak. Hozir tepadan chiqib qarayinchi, qayoqqa ochilgan ekan u KAMAZ tashishmi? KAMAZda yuk tashish degan xizmat. Qarochi obunachilar ko'ryapsizlarmi? Bugun kun vashcha istamaydan tashlayapsiz. Oyog'im. Hech narsa qilmaydi. Hech narsa. Yigitchilikda bo'lib turadi. Yigit yiqiladi, sinadi, lekin qaytib turadi. Tak, hozir men bu yerda adashmasam bitta video olib qo'ygan, YouTube'ga yuklashga qo'yib qo'ydim. Sizlarni qarochi ko'rishinglar uchun chiqazib aytgancha obunachilar xotining qani deb savol berishinglar mumkin. Xotinim 71-qishloqda, bu hozir bilasizlar 99-qishloq va 100-qishloqda ba'zi vaqt bo'ladi, u ba'zi vaqt 71da bo'ladi. 99ga lekin jamchalik ham ko'p vaqt bo'lmaydi. Olib kelishim mumkin. Olib kelaymi 99-qishloqqa ham? Kommentariy yozib qoldiringlar qani. Tak, mana bu mashinani to'g'risini aytsam o'zimniki ekan, qo'shimniki deb o'ylagan ekanman. Sababi kalt menikida turibdi-yu, meni kaltim bo'lgandan keyin meni mashinam bo'ladi. Ketdim garuch mashina bilan boraman o'sha yuk tashish xizmati, ya'ni KAMAZlar bilan ishlash markaziga. Qayerda edi adashmasam, bu mana shu tomonda bo'lsa kerak. Mashinani yorib turib haydayman, ko'ryapsizlarmi? Bechora mashina o'ziga rahmi kelib ketadi men haydagan vaqtimda. Xo'p, buramiz asta, yana buramiz. Ko'p buryordim. Bunchalik burilish kerak yo'q edi mashinajon. Yaxshi, asta-asta mana shu tepadan chiqib ketaymi? Bo'lib mana yerga qanday belgi qo'yilgan? U brat nima qilyapti? 5 tashlayaptimi? Keyin brat 5 tashlayman. U brat vashcha takoy turibdi lekin bor. Assalomu alaykum. Sizlar bilan mana bu yonimdagi tanidinglarmi? Kim bu brat? Taniganlar bo'lsa kommentariy yozib yuboringlar. Mana yoqda ochilgan shekilli o'shanaqa KAMAZ haydash xizmatimi, bir balo KAMAZ yuk tashish xizmatimi nimadir. Hozir borsam qarochi aniqlashtiraman-da akalar. Voy asta-asta daraxt urib yuboradigan bo'lsam, daraxt bo'lsa mayli, mashinamga bir nima bo'lmasin. Xo'p, asta mashinamni tak shu yerga parkovka qilib qo'yaman. Pakashda bo'laveradi akalar. Javnaqangi olib borib daraxtdagi soyaga qilib qo'yishim shart emas. O mana yoqda bitta brat turibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima gap? Sizlarda ish bor ekan, ishlamoqchi edim. KAMAZ haydashni bilaman. Pravang bormi? Bor prava. Mana prava. Ko'rmayapsizmi? Zo'r, malades. Isming nima? Ismim Jo'xa. Yaxshi, Jo'xa. Bo'ldi, sen ishga qabul qilinding. Seni telefoningga qarochi Telegramdan yozdim. O'sha Telegramdan senga lokatsiyalarni jo'nataman. Lokatsiyalarga yuklarni olib borasan, tushunding-a? Tushundim. Bu KAMAZning kalti-ya? O'sha bilar ekansan. Oldin ham ishlaganmisan? Bilaman, ishlaganman. Pul ham oldim birsta. Bo'pti, olgan bo'lsang yaxshi ish qilibsan. Davay unda ishni boshla. Xo'p, bo'ladi. Pulni oldim, kaltni oldim. Bo'ldi, boshqa narsa olmadim. Bo'ldi, ishondim senga. Agar qo'shimcha pul olgan bo'lsang, buyurmasin iloyim. Bo'ldi. Ana shu ishni to'g'ri qildingiz. Duo qilib qo'ying. Baribir olganim yo'q. Menga hech qanaqa duoingiz ijobat o'tmaydi. Chunki olmaganimdan qanday ijobat o'tish kerak akalar. Taymo mashinani birinchi o'rinda chekkaroqqa parkovka qilib qo'yaman. Ana keyin esa haydasam bo'laveradi. Uyga borib qo'yib kelaymikin-a? Yo'q, uyga borib mana shu podyomdan chiqazib, mana shu yerga qo'yib qo'yanchi, yo'lda o'rtasiga qo'yaman. Qaroch kim nima desa deyaversin. Bu emas, mana bu kal tushardi. Tak bo'ldi, quflandi. Ana endi akalar KAMAZni haydashni boshlaymiz. U takoy ostini buni ochib qo'yishibdi. Demak, bu yerda avtoservis ham bor ekan. Yonib qo'yganmi nima balo? Yo, o'zi shundaymi bilmayman. Tak, qani bismillah. Eshik ochilib qolibdi, yopib qo'yish kerak. Tak, asta orqaga haydaymiz. Bo'ldi, всё. Ana endi esa yuklarni olishga boraman. Lokatsiyani Telegramga tashlagan ekan brat. Telegramdan ko'rib olish kerak. Shu yaqin atrofdan qayerdan yukni ortib turib olib borib tushirilmasmikan yoki bilmadim, so'rayman brat. Qarang, qayerdan olaman yuklarni? Yuklarni har xil joydan olasan. O'zi lokatsiya berilgan-ku, lokatsiyalardan olasan-da.
Ha, demak, lokatsiyadan olib turib, lokatsiyaga borish kerak adashmasam. No, vashshi farqi yo'q. Mashinamni garajga solib qo'ysam shularni. Turaveradi. Baribir kechqurun qaytib kelgan vaqtim, keyin shu garajdan shunday chiqazib olib ketsam bo'ladi. So'rashim shart emas. Xo'p, chunki baribir garaj pustoy turibdi yoki bundan boshqa ham qanaqadir kamaz bormikan doim turadigan. No, bo'lishi ham mumkin akalar. Bo'ldi, всё. Teshikka tushib ketmasa bo'ldi. O, zo'rg'a ilinib turibdi, qaranglar. Yo tushib ketarmikan. Yo'q, tushmasa kerak. Agar tushsa ham kelib turib ko'tarib chiqazib olaman. Kuchli bo'laman u, vashshi. Yo tushmadi akalar, ko'ryapsizlarmi? Yo baribir tushadimi deyman. Salgina u yoqroqqa olib qo'yayin. Salgina burchakroq qilib qo'ymasak bu tushib palakat tag'i yo'q bo'lib ketmasin mashina. No, to'xtanglar. Mana bu svetini o'chirishdan chiqib ketgancha. Bo'ldi, turaveradi. Svet o'chsa bu, motor o'chsa harakatlanmaydi, tushib ketmaydi akalar. Ana endi buni ustini yopib qo'yaman chunki mashinamni kimdir tegmasin. Birat, mashinamni men qo'yib qo'ydim, qarab qo'ying, xo'pmi? Bo'pti. Lokatsiyani tashlab, shu lokatsiyaga boramanmi? Ha, o'sha tashlagamga borasan-da, tashlamagamga ham borarmiding? Ha, to'g'ri aytasiz. Biratdan vashshi to'g'ri fikrlaydigan odam. O, mana yerda mototsikl bor ekan. Ishqilib shuni dastavka qilmaymanmi? Yo'q, tak manzilni ko'ramiz akalar. Da qishloqda ichkarisida ekan manzil. Juda ham soz ekanda akalar. Xo'p, ana endi yuramiz asta-asta. O'rtada haydab ketaymikan, yo'ldan mashina sig'maydimi deymanda, katta Kamaz o'zi ham uyumcha kattalikka bo'pti mayli. Mana yerda podyomda iti bor ekan. Itni podyomi emas, podyomda iti. Bundan asta-asta haydash kerak akalar. Mana bu zilmi yo 53 mi bilmayman qanaqa mashina, buni nomini bilmayman to'g'risi. O, mana yerda yuk bor ekan. Mana shu yer kiritilgan ekan lokatsiyaga muzika kiras. Menimcha shu yashiklar qayerqadir olib borib tushirish kerak shekilli. O, bratlar, assalom. Qalaysiz? Tinchmisiz, brat? Bo'ladi. Va alaykum assalom. Hozir mana ukam yukni ortib qo'yadi, o'sha yukni lokatsiyaga borasiz. Ha, mayli. Bu siz ukangizmi? Spiderman ukangizmi? Yo'q, kallasiga shunaqangi qolib kelgan karochi. Ha, bo'pti. Tezroq toshing, brat, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qiz bola o'xshab gapirar ekanmi ukangiz? Tosh tezliklar shunaqa qolib ketgan. Bo'ldi, ortib tezsizga uka. Xo'p, akajon. Ha, ketdi. Bo'pti, bratlar. Olib boraymi o'sha manzilga? Olib boring. Va senjam, olib bor. Mayli, bratlar. Tak, manzil shu, mana shu yaqin oradagi qishloqning uyi ekan akalar. Ja uzoq joy emas. Vashshi 1 sekundda borib qo'yib kelsam bo'ladi. Ja 1 sekund deganda ham bippa 1 sekund emas. Endi 1-2 sekund. Tak, mashinani shu yerda qoldiraman. Mana shu kuznitsa belgilangan ekan manzilda. Lokatsiyada xo'p qo'yganmiz, yopamiz. Yopil sim. Sim yopil desam yopilmaydi. Tak, hozir mana bu yerda bir ikkita narsa olib ketish ham kerak ekan o'zi. Bilmayman, o yukni ortib qo'yishdi Kamazga, balki bu yerga tushirilmas, bu yerda temirlar, qanaqadir narsalar. Men vaqti tushunmadim akalar, ichkariga tushirasan dedi. Ichiga tushiradigan narsa kimdir kelib tushirib olmasa, men tushirmayman. Ketdim, borib mashinani ishxonaga borib qo'yayin. Menimcha bu yuklarning katta ehtimol bilan boshqa shaharga borib olsa kerak. Chunki bu yerga tushirib oladigan odam yo'q, ortib beradigan odam bor ekan, lekin tushiradigan odam yo'q. Tushiradigan odam bo'lmasa nima qilaman? Mana bu mashinani haydash vashchi qiyin akalar. Daraxtlarning o'rtasida aylanib qolyapti mashina. Dahshat, attraksion, tekin attraksion bo'lyapti akalar, lekin vashchi mazza qilyapman. Va mana shu yerdan asta bir amallab chiqib borsa, mana shu o'rtadan karochi o'tib ketayin, nima deb aylanib o'tirmasdan yo'lni bitada qisqartirib yuborsam akalar, tez nima qanday bunda 360 gradus aylanib yuryapti. Yo 180 gradusga aylanib yubordi. Tak. To'xta. Ana uyni borib so'rmasin, ya'ni binoni, ishxonam bor edi-ku. Karochi buni yana aylanib ketyapti. Bo'ldi akalar, men buni min olmayman shekilli. O yopib qo'yaman, bo'ldi. Karochi ana bratga aytayin, ichiga yuk olib keldim. O'sha yuklarni o'zingiz nimadir qilib yuboring deyman. Tak, assalom brat, yana bir bor. Va alaykum. Nima gap? Xullas bitta joydan yuk olib keldim. O'shani shaharga olib borish kerak shekilli, manzilni sizga jo'natishgan ekan. Sochi shahriga olib boriladi. Pulingni olgin olib kelganing uchun. Aha, kaltni qo'ydim. Pul olgandim-ku. Aytgancha rostdan ham olganding-a? Ha, olgandim. Mashinamni olib ketay, brat, aytgancha esimdan chiqmasin. Bo'pti. Kelib ertaga ham. Bo'ldi, kelmayman qaytib, yaxshi emas ekan bor. Mashina Kamaz haydash vashchi qiyin ekan bor. Aylanib ketaveradi, qiynab yubordi bor-ku. Bu Kamazni yarashga mashinam ham qiynab yubordi meni bor. Liboy mashina qiynar ekan bor, Johani. Tak, akalar, Johani kanaliga obuna qo'yaveringlar. Joha bu men, ya'ni o'zimda aytayapman. O'zimni Joha deb atayapman, ko'ryapsan. Nima deb atashim mumkin? Joha bo'lgandan keyin Joha deb atayman-da. Boshqa ism bilan atashim ham mumkinmi akalar? Asta ko'cha chirog'ini yo'q qilib yormang, keyin ko'chamiz qorong'i bo'lib qoladi.
tak qayerda o'tdan o'tib ketaymi yo aylanib borish kerak o'rtadan yo'lni qisqartirganini qo'li qisqarsin desam yo'q qisqartiramiz akalar qisqaradigan joylar bor qisqarmaydigan joylar bor degandek. Xo'p, asta mana shu yerda turadi mashinam pakashda daraxt soyasida kun issig'u bilasizlar. Bo'ldi, bu yerda qoldiraman. Endi esa uydagi ishlarni ko'rish kerak. Uyda nima ishim bor o'zim, hamchi ishim bo'lmasa kerak. Tak, mana bu yerda mana bu narsalarni qo'yib qo'yayim. Pul ishlagan pulim o'zimda tursin, pravayim o'zimda tursin, kerak bo'lib qoladi baribir mashina haydagan paytimda. Odam yomon och qoldi. Borib, mana bu yerda hech narsa yo'qmikan? Yo'q, telefon, mana bu narsalarni qo'yib qo'yib bo'pti. Qarochi janob merga borib soliq to'lab kelish kerak. Mana shu pullarni berib yuborayim. Polzikini bergandan ko'ra, polzikini bersam hamchi xursand bo'lar. Yaxshisi ketdim. Do'konga borib nimadir sotib olib kelaman. Janob merga polzikinlarni yig'ishtirib turib olib kelib soliq qilib to'layveraman. Do'konda nima olsam ekan? Har xil narsalar bo'lsa kerak do'konda. Tak, assalomu alaykum bratanim. Va alaykum assalom kejoxa. Yo, o'ziga nima qildi brat? Tishim og'riyapti. Ha, yaxshi. Tish og'rig'i yomon. O'zimda ham tishim og'rigani 1-2 kun avval. Yaxshi. Meni yomon tishim og'riyapti, lekin bor ishonsang agar. Mana ular nimaga kirib qolgan yoningizga? Tishim og'riyapti desam yordam beramiz, birinchi yordam deb kelgan oldimga. Senlar birinchi yordam tugul, yarminchi ham yordam berishga. U qisilib qolgani bular, Bo'ldi chiqib ketishdi, rahmat jo'xa senga kattakon. Arzimaydi brat. Mana bu yerda karochi mana olma bilan nokmi nimadir bir balo bor ekan, sariq. O'shani oldim karochi brat. Mayli, olsang olar, rahmat atak, yaxshi qilding boru. Yomon uyqum kelyapti, o'snashdan boru. Uxlang brat, do'konda o'tirib olasizmi hadebe? Bo'pti mayli. Tak, BMW ni qaranglar, takoy borib minib ko'raymikin? Oq qora. BMW oq qizil ko'kmi, oq ko'kmi bo'lmaydimi? Brat yomon yoqmayapti, bor menga. Olib tashlab ham bo'lmaydi, yopishtirib tashlashganmi nima balo. Menimcha bu yo'l ko'rsatuvchi, lekin qayerda ko'rsatib turibdi? O'rmonni ko'rsatib turibdi yoki mehmonxonani ko'rsatyaptimi ekan? Xullas, qayerdadir ko'rsatyapti akalar o'ng qo'li bilan. Mana deyapti, yo 5 tasha deyapti. Karoch olma bilan nok olib kelibman akalar, mazani qilib deganda yeb o'tiraman. No'atay do'kon qurdim, qaranglar mana burchakda. Bitta-bittani olib mana o'tirib, yeb deganda notebookda ishlab deganda mazani qilib o'tiraman endi.